Assalomu alaykum. Darsga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan endi Androidga kirib, o'tgan darsimizda loyihamiz bilan, ya'ni proyektimizni ishga tushirib, proyektda ozgina ma'lumotni bilgandik. Bugun sizlar bilan endi kodlarini o'zgartirishga harakat qilib ko'ramiz. Android Studioni ochib olib turib, oldingi videodagini oldingi videodagi proyektimizni ochib olamiz. Hop, kutib turamiz. Tagida Android Studioni pastida har xil proseslar bo'lyapti. Ko'rishimiz kerak. Hop, adashmasam bo'ldi. Notification'larni tozalab tashlaymiz. Hop, endi qaranglar. Buni yaqinlashtirsam bo'ladi. Hop, hop, mayli. Hop, endi sizlar bilan bugun kodlarni o'rganib ketamiz. Qaranglar. Kodlarimizni boshladik endi. Hop, bizda chap tarafda fayllarning ichida lib papkasi ochilganda mana mainlarni buni yopib olamiz. Hop, hozircha kerak emas. Endi qaranglar, tepa qismida birinchi kodimizni sizlarga nima desam bo'ladi, tushuntirib ketaman. Bu qismi nima deb ataladi? Bu qismi import deb ataladi. Keyin header va link section deydi. Qismi deydi. Hop, keyin bundan keyin qaranglar. Hop, kodimizda bu qismi bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, void yozilyapti. Void main va qavs. Keyingisi gullik qavs. Gullik qavsning ichida run app deb qo'ygan va buni ichida my app va qavsni tugashi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, bu kodlarimizda qavs ochiladi va yopilishi ham mavjud bo'ladi. Ya'ni ochilgan qavsda oxiri bo'ladi. Qavs ochiladi va yopilishi ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi qaranglar. Void main bu kodimiz nima deb ataladi? Bu kodimiz main function deb ataladi. Function. Asosiy funksiya deb tarjima qilinadi. Xo'p, bu darsimizda sizlar import header va link section'ni bilib oldinglar. Keyingisi bu main funksiyasi haqida bilib oldinglar. Hop, endi keyingi kodlarimiz. Qaranglar, bu yozib qoldirganlarim. Mana bu yerda ham yozib qoldirdim. E'tibor bergan bo'lsanglar, biz yozmaganimiz va pastda shunaqa meniga o'xshagan matnlar turibdi. Bular nima? Xo'p, bular kommentariya hisoblanadi. Tepasida ko'rayotgan bo'lsanglar, bular kommentariya. Bu rangli yozilganlari esa bular kodlar. Bu kod, mana bu ham kod, qolganlari ham kod. Bular esa mana bular kommentariya hisoblanadi. Bular kod vazifasida ishlamaydi. Bular faqat kod haqida ma'lumot yozilgan. Hop, kelinglar. Kommentariyadan tozalab olamiz. Faqat kommentariyani tozalanglar, orada kodlarni o'chirib tashlamanglar. Agar adashib o'chirib yuboradigan bo'lsanglar, mana menga o'xshab turib, klaviaturamizda Ctrl'ni bosib olamizda, Z ni bir marotaba bosamiz. O'shanda qaytadi. Ctrl'ni hali qo'yib yo'q. Endi qo'yaversam bo'ladi. Ctrl'ni bosib turib, Z ni bir marotaba bosamiz. Agar xato qilib qo'ygan bo'lsanglar, shundan foydalanasizlar. Hop. Keyin darsda ko'rish davomida meni yaxshiroq tushunishga harakat qilinglar va o'zlaring ham orqamdan qaytarishga va aytganlarimni bajarishga harakat qilishinglar kerak. Hop, keyin qolgan kommentariyalarni ham tozalab olamiz. Hop, bo'sh joylarni ham tozalab olsak bo'ladi va
Bu yerda komment. Bu yerda ham kommentlar yozilgan. Bu yerda ham. Bu yerda. Xo'p, shunda tepada bunisi ham qolib ketdi. Qaranglar, bunisi ham kerak emas. Faqat men yozgan mana import header link sectioni va main function ya'ni kommentlari qolsa bo'ladi. Endi qaranglar, kodlarimiz tartibsiz bo'lib ketdi. Bularni tartiblash uchun biz nima qilsak bo'ladi? Sonchani o'ng tugmasini bosganimizdan keyin reformat code with start formatni bossak, kodlarimizni chiroyli formatga olib kelib qo'yadi. Xo'p, endi kelinglar. Proyektimizni yana ishga tushira olamiz. Ustiga bosamiz, Chrome'ni tanlaymiz va Run tugmasini ustiga bosamiz. Agar sizlarda run bo'lmayotgan bo'lsa, qaranglar, shu qismiga e'tibor beringlar. Shu qismida qizil bilan qaysidir raqam turgan bo'lsa, sizlarda xatolik bo'ladi. Menda xatolik yo'q, shuning uchun hech qanday qizil bilan raqam yozilmagan, ya'ni xatolik yo'q. Hop, loyihamizni yarmiga ochib olamiz yana. Xo'sh, kodlarni qisqartirib oldik. Xo'p, endi e'tibor beringlar. Hop, buni to'liq ekanga olamiz, qaranglar. Xo'sh, proyektimizda shu qismi appar hisoblanadi. Mana shu qismini chizib qo'ydim. Shuni ichidagilari apparga tegishli bo'ladi. Xo'p. Xo'sh. Bu yerda appar bo'ladi. Apparimiz esa shuni jicha tepaga chiqarib olaman sizlarga ko'rinishlik uchun. Boshqatdan chizib ko'rsataman. Mana shu qismi appar hisoblanadi. Apparimizda nimalar bor? E'tibor beringlar, orqasida siyoh rang matn bor, keyin va bu yerda qizil lentali yozuv. Debug degan yozuv, Flutter demo homepage degan matn tekstimiz bor. Xo'p, bu apparimiz qaranglar, mana shu kodga tegishli hisoblanadi. Mana appar deb yozilgan. Xo'p, keyingisi bu hop. Sizlarga ko'rsataman. Apparimiz shu hisoblanadi. Apparimizni ichidagi tekstga endi e'tibor beramiz. Bu tekst va keyingi bunisi to'xtanglar, bunisi yozilmagan. Flutter demo homepage degani va orqasidagi siyoh rang qayerda joylashgan? Birinchi o'rinda Flutter demo homepage mana bu yerda yozilgan. Mana. Flutter demo homepage. Hop, endi orqasidagi rangi tepasi mana Zame'ni ichida deep purple turibdi. O'sha siyoh rang deep purple. Mana orqasining rangi shu deep purple orqali o'zgartirsak bo'ladi. Kelinglar, endi sizlar bilan deep purple da biz blue qilib ko'ramiz. Mana blue deb yozganimizda o'zi tagida nimasi bo'ladi? Kalit so'zlar desak ham bo'laveradi. Kodlar, ya'ni kodni ozgina yozganimizdan keyin shu so'zga tegishli bo'lgan kodlarni bizga chiqarib beradi. Xo'p, kelinglar, shuni biz light blue deb tanlaymiz. Shundan keyin qaranglar. Kodga o'zgartirish kiritdik va o'zgarishni ko'rishlik uchun biz chaqmoqchani bosishimiz kerak. Ko'rganinglardek tepasidagi appar rangi o'zgardi. Bunga xohlagan rangimizni qo'yishimiz mumkin. Black deb yozsak ham va chaqmoqchani bossak. Xo'p, black bo'lmadi, lekin nimagadir yellow qilaylikchi. Chaqmoqchani bosamiz.
yellowga o'zgaryapti. Xo'p, yaxshi. Endi kelinglar matnni o'zgartirishga harakat qilamiz. Matnni belgilaymiz va bu yerga mening hop kelinglar bu yerga volt deb yozamiz va chaqmoqchani bosganimizda matnimiz o'zgaryapti. Hop, yaxshi. Bu kodlarimiz haqida esa endi keyingi darslarda batafsilroq ma'lumot olamiz. Hozir sizlar bilan ozgina kodni tushunishga harakat qilib ko'ryapmiz. Hop, kelinglar yana bir marotaba qaytarib o'tib ketaman. Tepasida header link section joylashgan birinchi, keyingisi asosiy funksiyasi ilovamizni ishga tushirgan qismi shu hisoblanadi, ya'ni main function. Keyin bu ilovamiz state dan iborat. Mana ko'rishingiz mumkin. My app degan stateless, ya'ni state yaratilyapti. Pastga tushyapmiz, yana state yaratilgan va state ichida ko'rishingiz mumkin int o'zgaruvchisi va funksiya yozilgan bu yerga. Xo'p, pastga tushamiz. Bu yerga qaytamiz hozir ozgina pastga tushib olamiz. Endi keyingilarga e'tibor beradigan bo'lsak, keyingilarga e'tibor beradigan bo'lsak, hop, yana bitta apparni belgilaymiz. Qaranglar, appar. Bundan keyin esa body ketyapti. Body bu tana hisoblanadi. Keyingisi flatten action button. Va keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, scaffold deb yozib qo'ygan. Shu scaffold ham kiradi. Endi buni hop sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, mana shu o'zi to'lig'imiz scaffold hisoblanadi. Keyingisi bu ilovamizni appari hisoblanadi. Buni pastidagisi esa mana shu past qismi to'lig'i body, ya'ni tana hisoblanadi. Bu esa tugma. Endi tushuntirib o'taman. Appar bu tepasidagi appar narsa. Rangni ichidagi u appar. Keyingisi body. Tanamiz bu hisoblanadi mana markazdagi. Keyingisi flatten action button deb qo'ygan nom bilan o'zi buttonligi bilinib turibdi. Bu pastidagi tugma. Tugmaning vazifasi nima edi? Bir eslab olamiz. Tugmaning vazifasi ustiga bosganimizda birda qo'shib boraveradi. Ya'ni markazdagi songa. Mana markazdagi shu 0 raqami ko'payib boraveradi. Hop, keyin qaranglar, bu yerda matn turibdi. Matn qayerga tegishli? Matnimiz bu yerga yozilgan. Mana shu matnni o'zgartiradigan bo'lsak, chapdagini o'ngda ham o'zgaradi. Hop, keyin bu scaffold dedik. Shu to'liq scaffold hisoblanadi. Mana shu proyektimizdagi mana shu to'lig'i scaffold. Scaffold ichida appar kelyapti. Scaffold ichida body kelyapti. Scaffold ichida button kelyapti. Shuni eslab qolishimiz kerak. Endi kelinglar, markazdagi matnni o'zgartirib ko'ramiz. You have purchased this time deyapti. Bu yerga biz tugmani shuncha marotaba bosding this deb qo'yibman. Chaqmoqchani bossak o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Endi pastdagi tugma. Qaranglar, buni tugmani bosganimizda bitta-bitta qo'shib boryapti. Bu bitta-bitta qo'shib borayotganligi nima? Bu bitta-bitta qo'shib borayotganligi funksiya deb ataladi. Buni funksiyasi kodlar ichida qayerda yozilgan? Buni funksiyasi shu yerda yozilgan. Mana belgilab qo'ydim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xo'p, tepadan ajrataman. Mana mana shu chizganim shu funksiyasi hisoblanadi. Hop,
funksiya deb qo'ya qolaman qisqacha. Funksiyada nima yozilgan qaranglar. Funksiya deb aytyapti. Funksiyaga nom beryapti. Increment counter, ya'ni sanashga qo'shishmi bo'ladi adashmasam tarjimasi. Increment counter. Counter degani o'zi sanash. 1, 2, 3, 4 deb sanab ketaveramiz. Counter. Increment degani mana musbat tarafga shekilli adashmasam. Tarjima qilib ko'rasizlar buni anig'ini. Pinisi set state qilgin deyapti. Set state ichida counterni plus qilgin deyapti. Ya'ni biz tugmani bosganimiz bu shu plus bo'lishi. Ya'ni bir marotaba bossak, har bosganimizda bittadan qo'shib boriladi. Plus degani bu +1 degani. Agar biz buni minus qiladigan bo'lsak, endi qaranglar, ustiga bosamiz, orqaga qarab ketadi. Pastroqqa tushamizda, hop, agar kodlar ishlamasa, qaranglar, tepada chaqmoqchani bosib olishimiz kerak bo'ladi. Unutmanglar buni. Endi qaranglar, ustiga bosyapmiz, orqaga berilyapti. Endi biz flatten action button, ya'ni mana tugmamiz belgisini o'zgartirib qo'yaylik. +1 -1 qilib qo'yamiz. Buning uchun biz add deganda mana ko'rishingiz mumkin. Icon ichida qavsda ichida mana icon nuqta deb qo'ygan. Nuqta o'chib ketmasligi kerak. Nuqta qo'yamizda minus deb yozamiz mana. Shuni bosganimizda mana ko'rishingiz mumkin. Exposure -1 ikonkasini qo'yib qo'ydik. Chaqmoqchani bosamiz. Endi proyektimizda ko'rishingiz mumkin. -1 degan tugma mavjud bo'ldi. Hop, run tugmasini bosadigan bo'lsak, to'liq nimasidan bo'ladi? Restart bo'ladi. Tugmani bosamiz. Endi funksiyamiz qanday bo'ldi? Funksiyamiz -, ya'ni har marotaba tugmani bosganimizda -1 ga kamayadi. Agar biz buni plus qiladigan bo'lsak, ya'ni plus qiladigan bo'lsak, chaqmoqchani bosaman. Bu funksiya 1 ga qo'shib ketadi mana. 1 ni qo'shib boradi. Bittadan qo'shib boradi. Hop, kelinglar buni -ligicha qoldiramiz. Chaqmoqchani bosamiz. Agar sizlarda ishga tushmayotgan bo'lsa, qaranglar, shu yerga e'tibor berishinglar kerak bo'ladi. Shu yerda xatolik ko'rsatadigan bo'lsa, kodlaringda yana shuni ichida xatoliklar bo'lishi mumkin. Xatolikni qayerdan bilish mumkin? Xatolikni misol uchun qaranglar. Misol uchun mana shu narsani o'chirib tashlayman. Endi tepada yuribman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda 3 ta xatolik bor deyapti. 3 ta xatolikni keyin mana bu yerda ham belgisi turibdi. Ustiga bosamiz. Bosganimizda mana yerda qisqartirib qo'yapti. Qisqartirib qo'ygan joylari xato hisoblanadi. Agar sizlar ham menga o'xshab hozir adashib o'chiravergan bo'lsanglar, buni Ctrl bosib olib turib, Z ni bosishimiz kerak edi. Mana. Endi Ctrl bosib olamanda, Z ni bosib, keyin Ctrl qo'yaveraman. Ctrl bosib turaman, Z ni bosamanda, Ctrl qo'yaveraman. Shunda qaytyapti. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Endi proyektimizni to'xtatamiz. Proyektdan chiqib ketamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.